Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosi doirasida oliy o'quv yurtlari umumta'lim maktablariga biriktirildi. Toshkent davlat stomatologiya instituti tomonidan ushbu oliy ta'lim dargohiga biriktirilgan maktablar o'quvchilari o'rtasida sport musobaqalari tashkil etildi. Toshkent davlat stomatologiya institutiga Chilonzor tumanida joylashgan 32 umumta'lim maktablari ta'lim-tarbiya jarayonini yaxshilash uchun biriktirilgan. Hozirda mazkur ta'lim muassasalari bilan institut o'rtasida hamkorlik asosida turli to'garaklar, davra suhbatlari va seminar-treninglar muntazam tarzda tashkil etilmoqda. Dam olish kunlari esa o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning sportga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirish maqsadida 162-sonli umumta'lim maktabida sport musobaqalari o'tkazildi. Toshkent davlat stomatologiya instituti Chilonzor tumanidagi 32 ta maktabga biriktirilib, biza professor o'qituvchilarimiz tomonidan ushbu maktablarga chiqib o'rganish natijasida yo'l xaritalari tuzib chiqildi hamda shu yo'l xaritasiga ko'ra bugun mana sog'lom turmush tarzi musobaqalari o'tkazib kelinmoqda maktablarda. Bugun final bosqichi. Bu sport tadbirini o'tkazishdan asosiy maqsad sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Ushbu turnirda o'quvchilar sportning shaxmat, stol tennisi, mini futbol yo'nalishlarida tengdoshlar bilan kuch sinashdi. Musobaqalar ko'tarinki ruh va sog'lom raqobat ostida bo'lib o'tdi. Maktabimizga Toshkent davlat stomatologiya universitetidan kelishdi. Stol tennis, futbol, shaxmat, shashka yo'nalishlari bo'yicha musobaqa o'tkazilyapti. Men aynan stol tennis bo'yicha qatnashyapman. Xudo xolisa hozir final bosqichigacha keldim. Maktabim sha'nini xudo xolisa himoya qilishga harakat qilaman. Musobaqalar qizg'in ketyapti. Boshqa maktabdan ham qizlar, bolalar tashrif buyurishyapti. Ular bilan men yaqindan tanishib, o'rtoq bo'ldim. Bellashuvlar yakunida yakkalik hamda umumjamoa hisobida g'olib va sovrindorlar aniqlanib, ularga Toshkent davlat stomatologiya instituti tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi.